2019-2020 Covid bo'lganda hamma klinikalar yopilgan. O'sha yerda rahbarimiz aniqligini aytganlar, mana sizlarga yetarli pul, bemalol uyda o'tiringlar, kasal bo'lib qolmanglar, oilalarni bag'ringlar deyishgan. Xo'p deb o'sha majlisdan chiqqanimizda ko'p qizlarimiz aytganda, endi nima bo'ladi, endi qarz bo'lib qolamiz, ishlamaymiz, to'y qilishimiz, moddiy qarashgan. O'sha nima aytganman-da, osmondagi qushlarning rizqini o'ylagan Alloh biz nima deymiz, buyuk mavjudotmiz deganman-da. Buyuk mavjudot rizqini Alloh beradi deganimdan keyin men o'sha yili universitetga kirganman, uyga kelib aytganman-da, har narsada xayr bo'lsa, bundan xayr nima? Coviddan menga xayrli bo'lish kerak deganman. Covid paytida men tinmaganman, to'g'risi mana aprelda imенно lockdown e'lon qilinganda men Covid bo'lgan kasallar bilan ishlaganman. Men еще есть дренажный массаж, когда o'pkani drenaj qilib biz yo'taltirib, o'pkadagi balg'am qotib qolgan, o'sha alveolalarda qotib qolgan qonlar bilan ishlaymiz. Pasient sizga qarab yo'taladi. Men mana shunaqa qilib, masalan, 4 oy, 5 oy shunaqa ishlaganman. Masalan, onam aytganlar, yosh bolang bor, borma deganlar. Men aytdim, yo'q, meni ishim bu. Chaqirishardi, o'sha stikerli mashinalar qilib berishardi, meni olib borishardi, olib kelishardi. Lekin o'sha klinikada ishlaganimdan 4-5 barobar katta pul olganman. Chunki risk qilib boryapman, oilalarga boryapman. Meni rizqimni Alloh juda katta qilib bergan o'sha payt. Xayrsiz bo'ladi deb ichingizda gapirsangiz, bo'yishingiz xuddi shunaqa bo'ladi. Men seni gumoningdaman dedi. Gumoningiz to'g'ri qilsangiz, har qanaqa holat dedi. Buni hamma qo'rqqan. Men ham, farzandlarim ham, oila a'zolarim ham birontasi Covid bo'lmagan.